Hammaga xayrli tong. Men Shimoliy vokzal tomonga yo'l oldim. Soat 5:14. Men sizlarga hozir tonggi quyoshni ko'rsataman. Bizani juda ham uzoq manzil kutadi. Ya'ni men soat 8:00 da Yunusobod rayonida bo'lishim kerak. Hozir sizlarga kichkina orzularimdan bittasini ko'rsataman. Shu restoranga kirish meni orzuyim. Men London ko'chalariga yetib keldim. Bu chiroy menimcha Londonda ham bo'lmasa kerak. To'g'risi bu atmosferani ta'riflab bo'lmaydi. Ob-havo juda ham toza. Mayin shamol esmoqda va qushlar sayrayapti. Va ko'chada yolg'iz bo'lishingiz buni ta'riflab bo'lmaydi. Tadqiqotchi mexa yo'nalishini davom ettirmoqda va men 8:26 kilometr yo'l bosib o'tdim. Men Oq uydan shu yergacha keldim va umumiy qadamim 12199. Men hozir yo'lda nonushta qilish uchun to'xtadim. Kakaoli protein oldim. Oldin yeb ko'rmaganman. Bugun birinchi bor tatib ko'raman. Juda ham mazali ekan. Nonushtam o'z nihoyasiga yetdi. Endi yo'lni davom ettiramiz. Hozirgi ko'rsatkichim 11:07 kilometr va men Yunusobodga qarab ketyapman. Soat roppa-rosa 7:08 va men Yunusobodga yetib keldim. Hozir endi biz Teleminoraga qarab yo'l olamiz. Toshkentimizda soat 7:26 va men Teleminora tomonga ketyapman. Hozirda meni umumiy qadam natijam 17790. Men hozir akvaparkga keldim. Va xudo xolasa 7:50 da Teleminorani oldida bo'laman. Bugun 19-iyun soat 7:50 va men Oq uy ko'chasidan Teleminoragacha 3,5 soatda piyoda kela oldim. Kuningiz yaxshi o'tsin, men bo'lsa uyga ketdim.